Aziz do'stlar, men ayni vaqtda Sho'rquduq Chiroqchi yo'lida turibman. Ushbu yo'l yillar davomida o'ta abgor holatga kelib qolgan edi. O'tgan 25-yilda ushbu yo'lni ta'mirlanishi ko'pchilikni birdek xursand etgan edi. Afsuski mana bir necha oydan buyon ushbu yo'l ta'mirlanishi to'xtab qoldi. Natijada ushbu yo'lning ahvoli yanada abgor holga kelib qoldi. Haydovchilar bu yo'ldan yurishga bezib qolganligini bizga ko'p bora ma'lum qilishmoqda. Hech bo'lmasa mana shu yo'ldagi chuqurlarni maxsus texnika bilan tekislashni hamda mana bu suv to'planib qolgan joylarga bir qum shag'al to'kib bir yo'lni bir avtomobil o'tayotgan yo'lga aylantirishda amaliy ko'mak so'raymiz. Agar bu ishlarni amalga oshirishmasa, biz soliq to'lovchilarning huquqlari poymol etilgan deb hisoblaymiz. Hozir Chiroqchi yo'lda turibmiz. Hozir yo'llar juda ta'mirsiz qolgan ahvolda. Yurgan mashinalar juda qiynalib, balonlar chiqib ketyapti, dami chiqib ketyapti, yorilib ketyapti. Biroqda qarayotganlar bormi, yo'qmi bu yo'llarga? Yo'l ahvoliga qarab bo'lmaydi. Mashinalar ham birinchi sinib ketyapti, yorilib ketyapti taglar. Mana biz hozir Chiroqchi yo'lda turibmiz. Bu yo'lda yurib bo'lmaydi. Yamagacha diskalar qiyshib, damlar qo'yib yuboryapti. Ular bunga qaraydigan odamlar bormi? Bir qarab yordam qo'yarsin bo'lsa. Yo'limiz toza abgor bo'lib qolgan. Ta'mirlash keldi, ta'mirlash hali narxlar vaqti bosib qoladi mashinalar. Suv elyapti, yer ko'rsangizlar, yer vaqti raso bo'lyapti-da. Sho'rquduqdan Chiroqchiga borguncha 1 soatdan ko'p yuramiz. Mana shu yerda taqir toza asabga tegib ketadi-da. Bu yerga mashina ishingiz ochsa, bu yerga Chiroqchiga tez borish kerak, Bansaga yetib borish kerak. Juda qiyin-da ahvol. Shu nima deymiz? Yo'lda sozlab berishlaringizni so'raymiz. Yo'llarimizni ko'ryapsizlar. Juda qiynalib, 15 minutlik joyga 1 soat, 1,5 soatda yetib boryapmiz. Mashinamizni har 2 oyda har doim motorga qildiryapmiz. Juda jabr bo'lyapti bizlarga. Shunday ko'rsatay, mana shu yo'lni sozlashiga bir tepadagilar nima qilsin, bir yo'lda ahvolni jo'natib ko'rib nima qilingizlar. Obshu raso bo'lyapti yo'llar. Shu rizqimiz, tirikchiligimiz mana shu yo'lda yurish. Obshu yurib bo'lmaydi, birinchi sikrda yuryapmiz. O'sha agar imkoni bo'lsa yo'lni sozlab qo'ygani yaxshi edi. Obshu yurib bo'lmayapti. Obshu aytishga nima yo'q. Ilojiz. Buni iloji bo'lsa bir yo'llar sal nima qilsin. Qayerga murojaat qilishni bilmaydi ular. Mana shu uzoq o'ydim chuqur yo'llarda bayram qilib yuribmiz-da. 20 minutlik yo'llarni mana 1 soatda kamida bosyapmiz. Yo'lda ham ahvollarini ko'ryapsiz. 1 soat, 1,5 soat ham ketyapti. Mana yangi yilda ham mana shu buzuq yo'llar bilan kutib olyapmiz. Yarkahanda Sarabqa keladi. Sarabqa kelganida yangi yo'l remont degan yo'li undan da rasoli qarab yursangiz ko'rasiz. U yerda endi hali 5 tezlik bilan berilmasa remont deb tashab ketgan joyini ko'rsangiz. Altida borib ular ko'rasiz. Rahmat do'st, tamam. Ahvolni ko'ryapsizlar, ba'zilar syomka qilgan bo'lsangiz, ko'rgandirsiz. Mashin 5 million yursa ham birlar qiyin. Avval xolos kelib qolardi. Endi tashkilotlar yaxshi, tuzatib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana aholi juda chataq. Bu yo'llarimizni hech bo'lmasa grader qilib bersa ham yaxshi bo'lardi. Nima deymiz? Yurishimiz juda qiyin bo'lyapti. 1 soat yuramiz shu yo'lga. Endi hozir 2 soat yuryapti Chiroqchigacha. Mana aholi ko'rib turibsizlar. Hamma yer suv, hamma yer yama. Tepadagi ulardan so'rab qolamiz, shuni tekislab, to'g'rilab berishini. Bu yo'limiz juda ham og'irlashib qoldi, yomon yurib bo'lmaydigan holatda bo'lib qoldi. Bu Chiroqchiga yurish uchun bemorlar bor, ta'ziya bo'lyapti, kecha kelolmay qolyapti, og'aylarimiz yetib kelolmayapti, yo'lni yurib bo'lmaydi. Mana shu Chiroqchiga borguncha juda ham yomon ahvolda. Buni endi aholi qilib bo'lmaydi, endi qani-ku aholining kuchi yetsa-yu, buni hech bo'lmasa grader qilsa ham ozgina yo'llarimiz tekis bo'ladi. Hozir juda qiyin ahvolda bo'lib qoldi. Buni nima qilish? Bu yo'lni
agar bu holatda qoladigan bo'lganda buzmaslik kerak edi. Avvalgi holati ham bu holatdan ancha yaxshi edi-da. Iskori ham yuraydi, boshqa hamma texnika yaxshi yuraydi. Markazga, tumanimizning markaziga borib kelishga bunchalik qiynalmagan edik-da. Hozir endi juda abgar bo'lib qoldi, yurib bo'lmay qoldi. Ishida mana hozir bu nima ahvol? Oddiy oyog'imizda ham loygarchilikda yuribmiz. Mashinalar qiynalyapti. Mana shofir akalarimiz ham bu mashina yurishini qarang, safsin yeri bo'lmayotgan darajada odam umuman yeri bo'lmay, mashina ko'payib tursin. oyoq loy. Eshik loyga tegib qolyapti. Bu nima ahvol endi? O'zida, mana. Kattalarimizdan iltimos qarasin, hech bo'lmasa bir shag'al to'kib bersin mana shu yo'lga. Biz ham birinchi marta o'tishimiz, yana o'tamizmi yo'qmi Xudo biladi. Lekin bundan qatnayotgan har kimga xalqini joniyat o'zim bersin endi. Aziz do'stlar, Chiroqchi Sho'rquduq yo'li yillar davomida o'ta abgor holatda edi. O'tgan 2025-yilda ushbu yo'l ta'mirlanishini ko'pchilik bir shodi xuronlik bilan kutib olgan edi. Afsuski, bugungi kunga kelib ushbu yo'l ta'miri to'xtab qoldi. Natijada ushbu yo'lning xarobligi yanada 10 karrasiga oshib, bugungi kunda haydovchilarga o'ta noqulaylik tug'dirmoqda.